Jin ursin. Nahotki bir oyda shuncha semirdimmi? Bo'lishi mumkin emas. Dadasi bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, keldim. Yaxshi o'tiribsanmi? Sendan nimani hidi kelyapti? Haligi ovqat qilayotgandim. Ustingga nima ilib olgansan? Bo'pti. Bo'l, ketamiz. Qayerga? Men senga olib bergan ko'ylakni kiyib chiq. Ovqatlangani boramiz. Bo'la qol. Kech bo'lib ketdi, muncha qolib ketding. Hozir. Bunaqada kechki ovqatni uyda qilamiz-ku. Bu nima ahvol? Qani men olib bergan ko'ylak? Bu nima turish? Haligi dadasi ozgincha semiribman. Keyingi safar kiyib olarman. Hozircha shu eski kiyimda chiqa qolay degandim. Uyda harakatsiz o'tirganingdan keyin nima ham bo'larding? Bo'pti, yur, kech bo'lib ketdi. Tezlashtir. Buni ko'rinishi. Juda ketib yorgan ekanmi? Labini qarang. Labini, yuzi ham tarang. O'zi ham. Boshqasiga qaradilarmi? Nimaga qaraydi? Bu tannoz oyimcha ham ro'xparamizga o'tirib olibdi. Men shunchalik bu ayol oldida xunukmanmi? Erimning ko'zlari ko'rib chaqnab ketdi-ya. Axir tushunmaydilarmi qalbim og'rishini?